Assalomu alaykum suyumlik do'stlar. Sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Bu sondagi tanlash savollarimiz muomala haqida bo'ladi. Alloh taolo ota-onamizga yaxshi muomala qilishimizni, cho'nglarni hurmatlashimizni buyurgan. Suyumlik payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kichiklarni izzatlab, cho'nglarni hurmatlashimizni, boshqalarga yumshoq muomalada bo'lishni tavsiya qilgan. Suyumlik do'stlar, kishilar bilan paranglashganda qanday qilasizlar? Ular bilan qanday muomalada bo'lasizlar? Do'stlar ara munosabatinglar qanday? Bu savollarning javobini tanlash savollarini ishlash orqali topa olasizlar. Qiynalmasa, qo'lingizga qalam olib boshlab ketinglar. Birinchi savol: uyga mehmon kelganda qanday qilasiz? A. Darhol yotoq uyimga kirib ketaman. Mehmonlar bilan paranglashib o'tirish pek zerikishlik. B. Opam mehmonlar bilan ko'rishing deb qolsa salomlashib qo'yaman. C. Mehmonlarni qizg'in qarshi olaman, paranglashib o'tirman. Ikkinchi savol. Mehmonlar bolalarni elib kelgan bo'lsa, bolalarni qanday kutib olasiz? A. Mehmonlarning bolalari bilan xushim yo'q. O'yinchoqlarimni qalaymaqon qilib etadi. Shunga ular bilan o'ynamayman. B. Yotoq uyimga kirsam mayli, ammo ular bilan korim bo'lmaydi. C. Ularni yenimga chaqirib, birga o'ynayman. Üçüncü savol. Bolalardan biri yo'lda ketib etib yiqilib tushsa qanday qilasiz? A. O'zimni tutib ololmay qaqoqlab kulaman. B. Toza setlashdi deyman, to'nimasqa selib turib olaman. C. Uni yo'lab turg'izib qo'yaman. To'rtinchi savol. Sirtda o'ynayotganingizda opangiz sizni chaqirib, magazindan bir narsa olib kelishga buyurdi. Qanday qilasiz? A. O'yin o'ynayapman, o'zingiz bering deyman. B. Ochchig'im keladi, anglamasqa selib boshqa yoqqa ketaman. C. Do'stlarimga magazinga berib kelaman, birdam saqlanglar deyman. Beshinchi savol. Bir savodishingiz chechini yasitibdi, ammo toza yarashmabdi. Qanday qilasiz? A. Savodishlarimga uning chechini ko'rsatib zanglik qilaman. B. Miyiqimni kulib, cheching bak yarashibdi deyman. C. Mendan yarashibdimi deb so'rasa yarashibdi deyman. So'ramasa hech nima demayman. Oltinchi savol. Maktabda bir savodishingiz bilan gap talashib qoldingiz. U sizga sat gap qilsa qanday qilasiz? A. Degan gapini o'z ayni yondirib beraman. B. Udul berib o'qituvchimga deyman. C. Savodishimni ogohlantirman, boshqa gap qilmayman. Yettinchi savol. Dadingiz sizni masjidga elib borsa nima qilasiz? A. Masjidda yugurib o'ynayman. B. Sapga kirib namoz o'qiyotganlarning ustiga chiqib olaman. C. Dadamning yonidan neri ketmayman. Atrofdagilarni do'rab namoz o'qishga tirishaman. Sakkizinchi savol. Sinfingizda semizroq bir savodishingiz bor. Boshqalar uni bo'dek deb zanglik qiladi. Siz qanday qilasiz? A. Har qaytim ko'rganda bo'dek deb zanglik qilib o'ynayman. B. Uning oldida bo'dek demayman, ammo savodoshlarim desa kulaman. C. O'zimni uning o'rniga qo'yib boqaman. Ko'nglimga keladi deb o'ylayman, bo'dek demayman. To'qqizinchi savol. Safarda yetib televizor ko'rayotganingizda uyga cho'nglar kirsa qanday qilasiz? A. Hech nima qilmayman. Televizor ko'rib yetaverman. B. Qani keling deb qo'yaman. C. O'rnimdan turib, o'zimni tuzashtirib, berib ko'rishiman. 10-savol. Magazinga borganda shokoladlarni ko'rib yegingiz kelib ketdi.
Ammo apangiz bugun jih yevatdingiz, ziyon qiladi desa qanday qilasiz? A. Yig'lab turib elib oldurman. B. Bir qancha tal shokolad elib to'ydirmay savatga tashlab qo'yman. C. Apam menga yaxshi bo'lsin deydi deb gapini anglayman. Muomala haqidagi savollar shuning bilan tugadi. Endi javoblarni tekshirib boqaylik. A javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, tanlagan javoblarga qaraganda ba'zida boshqalarning ko'nglini og'ritib qo'ydi ekansiz. O'zingizni boshqalarning o'rniga qo'yib o'ylab beqing. Bundaq bo'lganda ularga texmi yaxshi muomala qilishni o'rganib olaysiz. Bu haqda boshqalarni hurmatlaydigan, suyadigan va ularga yaxshi muomalada bo'ladigan payg'ambarimizni o'rnak qilishingizni tavsiya qilamiz. B javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, siz boshqalarning ko'nglini og'ritishni xohlamaydi ekansiz. Ammo shundaqdimi ba'zida ularning ko'ngliga keladigan so'z harakatlarda bo'lib qoldi ekansiz. Odam ba'zida xohlamagan ishlarni qilib soladi. Kishilar bizdan bir narsa so'rashi mumkin yoki bizni bir ishdan ogohlantirishi mumkin. Bundaq vaqtlarda o'zimizni tutib olib, ularga qo'pol tegmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz hech kimga qo'pollik qilgan emas, hech kimning ko'nglini og'ritgan emas. Bu haqda payg'ambarimizdan o'rganib, boshqalarga shu bo'yicha muomala qilsangiz bo'ladi. C javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, tanlagan javoblarga qaraganda siz payg'ambarimizning kichik peyilligini, yordamso'yarligini va esil xislatlarini o'rnak qilibsiz. Qancha yoshda bo'lmang, hech kimning ko'nglini og'ritishga rozi emas ekansiz. Bu esil xislatni hargiz yo'qotib qo'ymang. Atrofingizdagilarga o'rnak bo'lishga tirishing. Payg'ambar alayhissalomning sizlarning ichinglardagi eng yaxshilaringlar, axloqi eng go'zal bo'lganinglardir degan so'zini unutmang.